Hoje a vida mudou e hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque sua mãe eu vou pegar. Hoje a vida mudou. Аузыңды жап! Ты нормально со мной разговаривай, поняла? А то что? А то что? Мир не крутится вокруг тебя, орныңды біл. Аузыңды жап! Ты нормально со мной разговаривай, поняла? А то что? Jo'xa deyapman. Ha, nima deysan, uncha baqir-chaqir qilasan? Oriyada bitta jeton hushdan ketib qoldi. Yur, iltimos yordam ber. Men senga shifokorga o'xshayapmanmi yordam berishga? Shifokorlar ketib qolibdi qayergadir, o'sha uchun iltimos yur, yordam ber. Men yordam berishni bilmayman. Ba'zir qilamiz, yur iltimos. Ha, mayli yur, shu tomondami? Ha, shu tomonda tezlash faqat iltimos. Xo'p, tezlashyapman mana. Tez yur, Jo'xa. Ha, mana kelyapman, shumi? Ha, shu. Nima bo'ldi bunga? Issiq ta'sir qildi shekilli, hushdan ketib qoldi. Ha, mayli, hozir nimadir qilaman. Xo'sh, hozir mana sun'iy nafas beramiz. Qani tur endi. Tepib turg'izaymikan, ha? Yo, teppa, hozir aray turibdi issiqda. Ha, mayli, u turish kerak. Sun'iy nafas berdim-ku. Men qayerdaman? Ana turdi, ko'rdingmi? Yo'q, Jo'xa, sen sehrgarmisan deb balo. Yo'q, jinnimisan, qanday sehrgar? Demak, sen toshni vrachsan, shifokorsan. Yo'q, men hech qanaqa shifokor emasman. Men prosta birinchi yordam berishni bilardim-da. Ha, zo'r ekansan, qo'yil. Endi nimadir kasal bo'lsa senga aytamiz. Shart emas, menga aytmanglar. Ko'rdingmi, zo'r dedi bu. Bo'pti, ketdi, yur endi uyiga boraylik. Indamasam bu jitel ruscha mana shifokor deb o'ylab vizivga chaqiradi yaqinda. Mana yerda bemor bor, tezroq ke qutqar deb qo'ymasin yana. Mayli nima bo'lsa bo'lsin, endi yordam beryapman-da, xafa bo'lmasin deb keyin yig'lab turib janob merga borib yordam so'ragandim, yordam bermadi desa, nima deyapman, damom deyapman, tamom bo'ladi. O'sha issiq ta'sir qilyapti menga ham bor. Qani quyosh, o'zi ham qoq tepamga kelgan ekan, mayli. Ana jitel ham o'zi ham issiqda hushdan ketib qolgan ekan. Xotin qayerda ekan? Xotin yaxshimikan ish qilib, xotinga ham issiq ta'sir qilmadimi? Xotin nima eshiklarni ochib o'tiribsan? Sizni kelishingizni kutib o'tiribman, eshiklarni ochib. Men nima kutib o'tirasan? Meni kutib o'tirishing shart emas-ku. Shuncha vaqtdan beri kutib o'tiribman. Qani o'ylab ko'ringchi, nima uchun kutayotgan ekanman? Mayli, hech narsa qilmaydi. Vahima qilma, muhimi vahima kerak emas narsa, tushundingmi? Bo'ladi hammasi, asta bo'laveradi, xo'pmi? Jo'xa, iltimos yordam ber. Nima bo'ldi? Jinnimisan? Nima sen uyimga hammang o'z xohishing bilan kirib kelaverasan? Xullas, xotinim meni kasal bo'lib qoldi, yordam ber iltimos, Jo'xa, iltimos. Nima, siz hammani xotiniga yordam beraverasizmi? Qanaqa xotining kasal bo'ladi, bormaydi? Yo'q, qo'rqmang, kelin, xotinimga qaramaydi, xotinim ham bunga qaramaydi, xullas bir-biriga vobshe qaramaydi, faqat yordam bersin. Boya bitta shetelga yordam bergan ekan. Mayli, yur, yordam beraman. Xotinga qaramayman debman. Boraman o'sha xotinni davolayman, qaytib kelaman. Bo'pti, yaxshi o'tirib tur, xo'pmi? Doim shunaqa deb ko'chaga chiqib ketasiz, qaytib kelmaysiz kerak. Mayli, boraylik. Vahima kerak emas narsa, hech narsa qilmaydi. Kelaman hozir 1 minutda. Nima bo'ldi o'zi xotiningga? Menga tushuntirib gapir. Xullas, birdaniga turmay qoldi. Nima deganing bu? Xullas, yotganda turmayapti. To'xta, yetib olay, men senga yugurib ketganini qaranglar. Sekinroq yur, xotiningni shunchalik yaxshi ko'rsam, nimamda uchib ketdi bu. Hozir yetib boray, to'xtab tur, to'xta. Xotining yotibdi-ku. O'sha turg'azish kerak.
hoy kelin turing, hoy kelin. Soat nechi bo'ldi? Soatni ko'rib ayt xotiningga. Soat 9 bo'pti. Men sizga nima degandim? Nima deganding? Meni soat 12 ga uyg'otasiz deganmidim. Niyashdilniki bu yog'i. Xotin qizishma. Hozir bu yerda mehmon bor, ko'ryapsanmi? Mehmon bor, rahmat Jo'xa sizga. Yaxshiyam bor ekansiz, men turg'izibsiz kelib. Jo'xa, rahmat. Marhamat, ketaversang bo'ladi. Rahmat kattakon kelganing uchun. Mayli, faqat tinch o'tiringlar, xo'pmi? Mayli. Bo'pti. Xotin uryaptimi? U bekor kelib qo'ydimmi deyman. U xotin uxlab yotgan ekan, bu hushdan ketgan deb o'ylagan bilmayman. Oynani sindirdimi? Nima bo'ldi? Oynani sindiribdi. Oyna bilan urib o'ldirib qo'ymaydi mana. Oynani joyiga qo'yib qo'ydi. Yaxshi. Davay, jang ketyapti. Ur qobirg'asiga ur. Qochib ketdi, yashinib turayin, meni ham urmasin. Xotini chiqdi, quvib ketdi. Balon sakraganini qaranglar. Rostdan ketdi quvib. Stop. U jetel bu yoqqa ketdi, xotin nari tomon ketdik. Ammo hali yo'qotib qo'ydi shekilli bir-birini bo'pti. Yaxshi tezroq uyga bora qolay, xotin kutib turgandir. Lekin tushunmadim. Nimaga hammasi meni yordamga chaqiryapti shifokorlar? Qayerda ekana? Ketdim больницаga bir borib kelayin. Menimcha shifokorlar nimagadir yo'q bo'lib qolganmi, yo qayergadir ketib borganmi, dam olishga chiqqanmi? Hammasiga menga yordam ber, xotinimga bunaqa bo'ldi, erimga bunaqa bo'ldi, palonchiga bunaqa bo'ldi, pistonchiga bunaqa bo'ldi. Xullas hammasi menga hamshira qani? Voy hamshira, qani siz yoshini oldingizmi? Yo'q. Qayoqqa ketding? Tepaga yashirdimikan? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Menimcha shifokor yoniga kirgan shekilli. Taq, ochilay. Buni ochil deb o'tiramanmi? Ochiq-ku o'zi. Brat, hech kim yo'q-ku bu yerda. Tushunmadim. Qayergadir ketgan rostdan ham shifokorlar. Menimcha ular janob mer yoniga borgan bo'lishi mumkin. Chunki janob mer doim shifokorlarni, keyin mayadagi milisani, shunaqa ishlaydiganlarni chaqirib olib turib majlis qilardi. Bugun ham demak majlis bo'ladigan kun ekan. Janob mer chaqirib olgan bo'lishi mumkin. Hozir boraman-da janob merdan so'rayman. Nima chaqirib oldingiz? Qanaqa chaqirib oldingiz? Ishlar qolib ketyapti. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, qalaysan Jo'xa, yaxshimisan? Rahmat, o'zim yaxshimisiz? Bo'ladi, tinchmisan? Yangilik bormi? Yo'q, yangilikka vaqti qo'yayotganlari yo'q o'zi. Bo'pti, qo'yamiz bu gal. Mayli. Bitta narsa so'ragani kelganim sizdan. Nima narsani? Xullas, anavi shifoxonadagi doktorlar qayerga ketdi? Ular davolanishga ketdi. Ular o'zi doktor bo'lsa, yana davolanishga ketami? Ularga emlash o'tkaziladi, o'shanga ketishdi. Tushunarli, lekin jetellarning ko'pi issiqda uxlab qolyapti. Ba'zilari hushdan ketyapti. Shularga yordam berib yuribman. O'zim aytdim, shifokorlar yo'q deb. O'shani vaksina oladi, qaytib keladi. Sen qo'lingda kelgancha yordam berib tur, maylimi? Mayli unda. Faqat bir ikkitasini davolay olmayapman. O'shanga mendan emasda nimadir bo'lib qolsa. Mayli, o'ngli. Oho, vashshi, to'xtang, men issiq yuz ko'rayda. Oho, 46 gradus bo'lib yotibdi-yu. Qanday bunday issiqqa erishdingiz? Bilmasam, shunaqa bo'lib qoldi. Bo'pti, mayli. Menga ham ta'sir qilyapti. Bo'pti, janob mer, men ketdim, qarochi. Siz yoningizda tursam, menga ham shunaqa kasallik yuqib qolmasin yana. Qanasiga bunchalik issiq bo'lyapti, quyosh mana. Hozir mana yoqda turgan emasmidi? Quyosh yuryaptimi o'zi? Yo, bitta joyda turibdimi-ekan? Qani, yuryapti-yu asta-asta. Bilmadim. Menimcha rostdan ham yomon issiq bo'lyapti shekilli. Assalomu alaykum janob. Va alaykum, Jo'xa. Qanaqa ichimlik beray? Ichimlikka kelganim yo'q men. Nimaga kelding unda? Ahvollari joyidami deb so'ragani keldim. Pakashda bir kunlik shifokorman qishloqda. Tushunarli. Sal issiq ta'sir qilyapti shekilli, boshim aylangandan hammadan ichimlik kerakmi deb so'rayapman. Bu boshingiz aylanganidan emas, o'zi hammaga bu ob-havoda ichimlik kerak, boshqa narsa kerak emas. Unda yaxshi ekanman. Mayli, unda nimadir bo'lib qolsa telefon qilarsiz desam, telefonim ham yo'q. Baqirsangiz yetib kelaman, bo'ptimi? Mayli, rahmat Jo'xa. Arzimaydi. Jetel, nima gap? Jo'xa, shu desang burnim qonadi. Rostdanmi? Rostdan. Yomon bo'pti-ku, to'xtamay havo olmasin. Brat, havo olmasin derazingizni ochib qo'ydim. Rahmat. Arzimaydi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Keyin paxta qo'ydim. Keyinchi yana paxta qo'ydim. Keyinchi paxta qo'ygan befoyda ekan. Nimaga? Men qo'ygan paxtalar bunaqa bo'ldi. Qanaqa bo'ldi? Burnim, sen zo'rsan, sendan zo'ri yo'q. Tentak unaqa paxta qo'ymaydi. Paxta u oq paxtadan qo'yish kerak edi. Sen u gapirib paxta qo'yganing bo'lmaydi. Men aytdim, bu bo'lmayapti deb, lekin ChatGPTdan so'raganda paxta qo'y dedi. ChatGPTdan so'radingmi shuni ham? So'radim. Men hamma narsani so'rayman. Anaqa kirib chiqishni ham so'raysanmi? Qayoqqa? VSga.
Hali so'ramabman lekin. So'ra, ana shuni ham so'rab ko'r, ana shuni ham aytadi. Vobshe bular bor hamma narsani ChatGPT dan so'raydigan bo'lib qolgan. Shu hayotini ChatGPT bilan bog'lab qo'yishgan. Hayronman bor, bu ChatGPT siz yasab, qanaqa yashab bo'lmaydimi? Nima balo? Bo'pti, hozir uyga kirib birikta ishlar bor. O'z bitta ish bor, shu ishni bajara olmayapman. Bo'pti, shuni bajarishga harakat qilib ko'rayda hozir. Kun bo'yi vaqtim jitellar bilan shu janob mer bilan o'tib ketyapti. Tushunmadim. Jitelni qo'lda nima bor edi? Qanaqa jitel edi u? Hayronman bor. Assalomu alaykum jitellar. Va alaykum. Jo'qa, nima sen men joyda shifokorlik qilib yuribsan? Shifokorlik qilganim yaxshi emasmi? Yo'q, yaxshi emas, chunki men ishimni beliga tepayapsan. Bo'pti, shifokorlik qilmayman. Sen nima qilyapsan bu yerda? Men bemorman, meni olib keldi. Men seni pichoq ushlab tur deb. Tushunarli. Nima qilmoqsizlar o'zi? Biz sen qo'rqitgani kelgandik, tushunyapsanmi? Tushunyapman, lekin ana o'sha yetillar qo'lda nima pichoq bor? Ularga ham berib qo'ydim seni qo'rqitish uchun. Jinnimisan? Men naborat yordam berayotgandim-ku. Bilmayman, xullas janob mer aytib polizlar yig'ishtirib bor ekan. Bo'pti, qaytib shifokorlik qilma. Mayli, boyagi jitel qani? Qayergadir ketib shekilli. Qanaqasiga menga bunaqangi pichoqlarni o'qtalib shifokorlik qilma deyish mumkin. Jinnimi bu jitellar? Ha, mayli, jinni u qo'ygan rostdan ham. Mayli, poliziklar janob merga olib borib beray. Obbo, rostdan ham qo'ymas ekan bor janob meram. Har doim shu bir nimadir reja o'ylab topgan paytim, qochib turay, nima qilyapsan? Qani qo'lingda pichoq. Tashaq pichoq bilan o'ynashma. Tushundingmi? Yosh bolaga pichoq berish mumkin emas o'zi. Kim senga pichoq berib qo'ydi? Shifokor berdi dedi bu. Bu shifokor senga nimaga berdi? Hozir o'ldirib qo'yaman bu yoqda. Bor uzoqda o'yna. Meni polizimga yaqinlashma. Ayniqsa pichoq bilan yaqinlashma. Nima qilyapti? Politsiya, qanaqa politsiya, shifokorlar o'zlari pichoq berib qo'yapti. Agar biror joyini kesib olsa, mana bemor keyin shu bilan vahshiy bo'lib ketishi mumkin. O'shaning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Ular shifokor bo'lib turib, lekin bunaqa ishlarga o'zlari hissa qo'shayotgani uchun ularni qamab qo'yish kerak. Bor politsiyaga hozir ustidan yozib beraymikin, yo'q kirish emasman-ku, lekin baribir yozish kerak, chunki bunaqa yomon ish qilmaslik kerak. Ular bo'lsa shunaqa yomon ishlar qilib tashlayapti. To'xtalib, ko'p ekib bordim. Buni joyi kartoshka ekish kerak. Bug'doydan unchalik ko'p foyda yo'q. Kartoshka normalroq. Kartoshkani yesa bo'ladi. Nima bug'doy yeb bo'lmaydimi desanglar, bug'doylikcha yeb bo'lmaydi-da. Bug'doyni nonga aylantirib, unga aylantirib yesa bo'ladi. Xotin kutib tur, hozir bir ikkita ishlar bor, o'shalar hal qilib kelib qo'yishmayapti, ko'ryapsan. Tak, hozir bularni qo'yaman joyiga va chotga. Ana endi olib topshiraman. Sen hali pichoqni qo'ymadingmi? Yo'q, yopishib qolgan qo'limga. Nima yopishib qoladi? Kilaylaganmisan? Olib tasha qo'lingdan. Mayli, hozir olib tashlayman. Bo'pti, olib tasha, lekin pichoq bilan o'ynashma ikkinchi marta. Sen nima qilyapsan yana? Men politsiya bo'lmayapman. Qanaqa politsiya? Shifokor bo'lmayapman dedim-ku. Endi bo'lib qolmagin deb yana ogohlantirgani keldim. Bo'lmayman, xavotir olma, ketaver bemalol. Bo'lmayman. Bo'pti-da, agar bo'lib ko'rchi, qayda keyin ko'rasan meni. Bo'lmayman dedim, tushunyapsanmi? O'zbek tilida gapiryapman senga. Bo'lmayman. Bo'ldi, o'zing shifokor bo'laver bemalol. Bo'pti, lekin qarada, yomon bo'ladi. Mayli, ana jetellarga pichoqni tashasin u. Jinnimisan, birortasi biror joyini kesib qo'ysa dabdala. Mayli, aytaman, bo'pti, boraver. Mayli, agar birortasi rostdan ham biror joyini kesadigan bo'lsa bormi? Obunachilar vashshiras. Obbo, hozir mendan ko'radi. Voy, qana ketib qopti hamma alini ichib, lekin mana bu yaramaslar pichoq ushlovga. Hammasida qo'lda pichoq. Menga qarab pichoqlarni tashalaring, biror joying biror nima qilib qo'ysang, dabdala bo'lasanlar. Qo'rqma, vahima qilma, hech narsa qilmaydi. Mayli-da, ko'rlaring, lekin men senlarga yordam bermayman keyin. Chunki hozir men o'sha janob mer ham qo'lim pichoq ushlab olganmi, nima balo? Nima bo'lyapti? Janob mer, nima qo'lingizga pichoq ushlab oldingiz? Ana shifokor aytdi, ushlab turing deb. Bu o'tkir tig'li narsa bo'lsa, nima qo'lingizga ushlab oldingiz? Tashlab yuboring, ushlab turay, aka. Ushlab turing, zo'r bo'ladi dedi. Nima zo'r bo'lar ekan? Bilmayman, nima kelding? Polizeklarni olib kelsin degan ekan shifokorga. Aytgandim, olib keldingmi? Olib keldim. Mana joyiga qo'ydim. Yaxshi. Yangilikdan darak bormi? Yo'q, yangilik umuman yo'q. Yangilik qilmaymiz. Nima yangilik qilmaysan? Qilmaymiz. Tushundingizmi? Vahshiy yangilik qilmaymiz. Ketdim men. Unaqa asabiylashma. Asabiylashaman. Vahshiy yangilik umuman yo'q, ketdim. Qishloqdan ko'chib ketaymi? Nimaga ko'chib ketsan? Prosta takka, umuman yashagim kelmayapti bu qishloqda. Xohlasang yashama, xohlasang yasha, o'zing bilasan lekin. Yashamayman, ketdim bu qishloqda. Yangilik qilmaymiz. Eshitdingizmi? Hammaga ayting butun qishloqqa. Nima, kasalmisan? Qanasiga kasal? Vaqt bo'lyaptimi? Qanasiga vaqt bo'lmaydi? Vaqt kun bo'yi vaqt bor. Bo'pti, mayli. Men sizni buyuring, nima ish qilay? Vaqtim вообще yo'q men. Короче, ish qilaman kun bo'yi. Tushundingizmi? Umuman yangilik yo'q. Bo'lmasa borganda menga bitta nima olib keldi? Nima edi? Kokteyl olib kel, issiqda ketadi-yu. Mayli, olib kelaman hozir. Obbo.
Yangilik haqida so'raydi yana. Ish buyurgandan keyin qanday yangilik bo'lsin? Ishlarni qilib yuraymi, yangilikka harakat qilaymi? Bitta kokteyl berib yuboring. Why are you running?